Xo'sh, ko'p olib ketmaymiz, chunki ko'p olib ketsa keyin qiyin bo'ladi. Xo'p, mana bunday joyga qo'yamiz. Bo'ldi. Endi qolganini olib ketamiz. Borib bularni ham yoqish kerak, to'g'ri, bularga ham biroz vaqt ketadi, lekin hammasi iziga tushib ketadi. Agarda sizlar men bilan birga bo'lib tursangiz va mana shu periodda menga ham ohang bo'lib tursangiz, ya'ni biznesimda ajoyib yordam berish, maslahat berish va shunga o'xshash bla 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 ishlarda yordam bersangiz obunachilar, bag'oyatda xursand bo'lardim agarda sizlarga to'g'risini aytadigan bo'lsam. Xo'p, mayli, bo'lmasam mana shu yerdan o'ngga o'ppa va uyimga kiramiz. Endi buni yarmini tepada, yarmini pastda yoqamiz. Nima uchun bunday qildim obunachilar? Sizlar kommentariyada hozirroq yozib qoldiringlar. Men esa o'ngacha sanayman va kim agar nima uchun buni qilganimni yozib qoldirgan bo'lsa, unda u geniy. Qani, sanashni boshladim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bada bum 10 va obunachilar, to'g'ri, sizlar juda ham aqlli fikrlaysizlar. Albatta buni shunchaki tezroq qilish uchun bir vaqt o'zida mana 5 ta oynaga ham ega bo'ldik. Bu yerda atigi 2 dona, bu yerda esa 3 ta va bizga yana 3 ta kerak bo'ladi. Man nechta oldim obunachilar? Men 9 ta oldim, lekin bizga aslida 8 ta ham yetib ortardi. Shuning uchun bizda bitta ortiqcha qoladi. Nima qilamiz obunachilar, bilasizlarmi? Masalaga aytaman hozir. Nima qilishimizni mana bunday va mana bunday ko'rdinglarmi? Bo'ldi, tamom. Mana shunday qilib yetkazib yubordim. Endi obunachilar, bu yerga mana bu yerga oyna kerak emas. Chunki bu yerda sotish ishlari olib boriladi. Xo'p, endi bu yerga rastalar qo'yib chiqishim kerak. Rastalar nimaligini bilsanglar, kommentariyaga o'zingizlar yozib qoldiringlar obunachilar. Rastalar bu bilmaganlar uchun u yerda baliqlar turadi. Baliqlar uchun kichkinagina akvarium qilib qo'yishim kerak. Menimcha bu yerni akvarium bilan to'ldiraman va obunachilar, hozir akvarium ham zakaz qilishim kerak. Stop, men qilib qo'ygan ekanman. Qachon bosib qo'yishga ulgurdim? Pasilkamiz deyarli kelib qolibdi obunachilar. Endi pasilka kelishini kutish qoldi. Xo'p, jigarlar, qani sani puling, qani sani narsalaring desanglar, jigarlar, meni narsalarim keldi va menda yana pul ham qolgan. Xo'sh, ana endi men buni obzor qilib berishim kerak, to'g'rimi? Sizlar bilaman, juda ham obzor qilyapsizlar. Voy dot, obzor qilib bering, voy dot jigar, voy dot, obzor qilmasangiz bo'lmaydi. Obzor qilmasangiz biz o'lib qolamiz deb turishayotganlar uchun jigarlar, hozir men sizlarga narsalarimni bitta obzor qilib beraman. Obzor qilishim uchun lekin sizlar 100% like bosishinglar kerak bo'ladi. Agar bosmasanglar, qaranglar, lekin o'zingizlardan ko'ringlar jigarlar, yaxshilik kutmanglar. Xo'p, mayli. Birinchi narsam bu qarmoq. Qarmoq bitta emas, qarmoq albatta sinib qolish ehtimoli juda ham katta ekan. Shuning uchun bonuslari bilan yana qo'shimcha 3 ta ham zakaz qilganman. Va mana bunaqangi ajoyib bo'lgan stulchikni zakaz qilganman va bu stulchik bilan birgalikda biz maza qilib bemalol baliq oviga borib, baliq tutib, takoy liboy narsa qilib tashlasak bo'ladi va 64 ta anaqadan olib qo'yganman. Ya'ni nima deydi? Baliq tutgich deymizmi? Xullas, короче, fishing net va men bitta bolalar bu nomini bilmayman, bilsanglar kommentariyada yozib qoldiringlar iltimos. Xullas, mana baliq do'kon degan bunaqa nima deydi, ajoyib signature. Xo'sh, mayli, bu mana shu yerda tursin. O'zi juda ham ajoyib turibdi, lekin hali baliq do'konimiz ochilmagan, hali biz atrofga reklamalar tarqatishimiz kerak. Shuning uchun hozir boramiz-da riverga. Keyin o'shdan baliqlarni sekin-sekin olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni baliqlarni to'ldirib olib kelamiz. Aytgancha, menga anaqa kerak bo'ladi, chelak kerak bo'ladi. Chunki obunachilar, chelaksiz qanday qilib chelak bu yerda yo'q, aytgancha menda qolmagan. Chelaksiz qanday qilib baliqlarni olib kelaman? Qani ketdim, borib birinchi chelakni olib kelaychi. Ishonaveringlar jigarlar, og'irligini borib tasavvur ham qilolmaysizlar. Mana gapimga javob sizlarga. Mayli, bo'pti, bo'lmasam tez borib endi baliqlarni tutib kelish kerak. Mayli, tezroq yetib borsam bo'lgani, o'sha yergacha. Baliq o'sha yerda juda ham ko'p bo'ladi deb eshitganman, chunki bizning qishloqda baliqlik umuman rivojlanmagan. Hattoki bitta ham jitil biz bilan baliqqa borlik ham etmaydi, aylanish, ya'ni nima deydi, baliq sochib yo'lda tursin, prosta tak aylanishga ham bormaydi. O'zi aslida baliq tutishni bir boshqacha o'ziga yarasha gashti bor. Buni bilganlar bilishadi. Baliqqa borib yuradiganlar yoki bo'lmasam otasi baliqchilar yoki bo'lmasam mana shunday suvning yonida turadiganlar asosan baliqchilik bilan shug'ullanishadi yoki va hokazo. Mayli, naryoqqa aylanib o'tishim kerak, chunki bu yerda baliq tuta olmayman. Bu yer mumkin emas zona. Lekin o'sha naryog'i bemalol. Mayli obunachilar, tez harakat qilamiz. Bo'lmasam hozir kech tushib ketadi. Nima deb o'ylaysizlar? Menda misol uchun baliq tutish bo'yicha umuman
anaqa yo'q, nima deydi, tajriba yo'q. Shuning uchun ham hozir men bu yerda yaxshi baliqning o'rniga sigir tutsammikin? Qaranglar, bu yerda juda ham ko'p sigirlar, qo'ylar va hokazo. Xo'sh, ana endi bu yerda daraxt bor ekan. Menga juda ham salqin joy kerak, chunki men yoqtirmayman. Bunaqa yoriq, ochiq joyda o'tirish, ayniqsa qumning yoni juda ham issiq bo'ladi va shunga o'xshash gaplar. Xo'sh, obunachilar, qani mana shu yerdan kichkinagina stulchigimizni qo'yib olamiz. Mana bu yerga esa asta-sekinlik bilan, xo'sh, mana bunday qilib turib baliq setkalarimizni qo'yib olamiz. Mana shunday, mana shunday va mana bunday bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Ana endi obunachilar, bu yerga o'tirib baliqni opa, oy, balaga uzra, opa. Qani bo'lmasam baliq tutishni boshladik. Agar ilinsa obunachilar, ilinishi bilan sizlarga xabar beraman. Haloyi, hozir nima qilganimni ko'rsanglar borku, prosta jinni bo'lasizlar. Mana uje men narsalar yig'ishtirsam bo'ladi. Chunki menda nimaga? Chunki menda 32 ta obunachilar fish bor. O'ylayapsizlarmi? 32 ta fish, ya'ni 32 ta fish bu degani 32 ta baliq bor degani va jigarlar, endi o'zinglar o'ylaringlar menda qanaqa bugun omad kelganini. Wow. Просто так wow deymiz obunachilar. Gap bo'lishi mumkin emas bizga. Qani bo'lmasam let's go, yana davom etamiz yo'lni obunachilar, chunki bizda juda ham ko'p ishlar bor. Qolib ketgan ishlarga endi ahamiyat qaratmasak bo'lmaydi, chunki baliq tutishga shoshilibman, boshqa ishlardan unutib qo'yibman. Yaxshi gap bo'lishi mumkin emas. Mayli, zato o'sish bor obunachilar. Birinchi ish meni qoniqtirdi, ya'ni meni asosiy birinchi maqsadim bu baliq o'zi chiqadimi? O'zi bu baliqdan foyda bo'ladimi? Obunachilar, kechgacha o'tirsam 100 tacha baliq tutib qo'yarkanman va bu menga prosta tak dahshat bo'yiga olib keladi. Mana buni biznes desang bo'ladi. Qolganlarini esa bilmadim jigarlar, to'g'risi. Lekin men o'ylashim bo'yicha mana shu haqiqiy biznes, to'g'rimi jigar? To'g'ri. Xo'p, ana endi nima qilamiz? Ana endi hozir biz bu yoqqa kiramiz va asta-sekinlik bilan ishni boshlaymiz. Xo'p, bizning qo'limizda 8 ta anaqa bor-da, akvarium bor-da. Menimcha buni sizlar bilan tanishtirmadim. Okey, mana bunday akvariumlarni qo'yib qo'yamiz. Xo'p, buni bu yerdan olamiz, chunki bu yerda turishi kerak emas ekan. Xo'p, buni esa mana bunday va xo'sh, mana shunday joylashtiramiz. Yo'q, bu yerga joylashtirsa sig'may qolar ekanmi? Hoppa, mana obunachilar, ko'rganingizdek, wow, bu yerda baliqlar deyshadi va bu yerga bizga bitta boks kerak bo'ladi, chunki baliqlarni ustiga joylashtiramiz. Bularni ichiga joylashtirib bo'lmaydi. Bu akvariumlarda esa mana bu qo'limda turgan baliqlarni namunalari. Xo'p, boshqa payt mana bu yerda o'tiraman, qanday yordam bera olaman deb o'tirsam obunachilar. Xo'p, bu yerga chelakni qo'yib qo'yaman tozalik uchun. Suv har paytda kerak bo'lib qolishi mumkin. Mana bu yerga buni ilib qo'ysam bo'ladi, lekin albatta menga bitta, xo'sh, aytib o'tganimdek, boks kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek kichkinagina do'koncham bor. Endi men juda ham xursandman. Tepasiga ham bunaqa bloklardan qo'yib chiqsam yana ham zo'r bo'lardi. Xo'sh, endi mana bu baliqlardan, ya'ni baliqning reklamalardan ilib chiqamiz va qarabsizki obunachilar, qishloqdagi eng zo'r baliqchi kim? Kaminayu kamtarin Starjon bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas menga. Xo'p, bu yerga ham ilamiz. Bu yerga ham bizda 7 ta qoldi. Hali qishloqning bu burchaklariga yetish kerak. Anta uyim yoniga shart emas, sababi uyimni o'zi reklama bo'lib turibdi. Xo'p, orqa tomondan keladigan turistlar uchun mana ko'rganingizdek obunachilar, juda ham ajoyib. Mana bunaqangi bir nima deydi, ko'rkam, hashamatli, fayzli do'kon bo'ldi. Mana buni biznes desa bo'ladi, to'g'rimi? Kelinglar, shu yerga ham bitta anaqa yasab qo'yay, nima deydi, bitta sandiq yasab qo'yay. Shu yer endi xafa bo'lmasin obunachilar. Axir qo'limda mana ko'rib turganingizdek ko'p narsalar bor. Hali narsalarni ham to'liq joylashtirganim yo'q. Xo'p, mana shunday qilib va mana bunday qilib obunachilar ikkita sandiq yasab qo'yamiz va bizda bu yerda qutini qanday qilib yasasak bo'lar ekan? Qidiruv tugmachasi ishlamayapti. Okey, unda bu yerdan qidirib ko'ramiz. Poyeskni aynan mana shu yerdan berib ko'rish kerak. Xo'sh, obunachilar, o'ylashimcha bu yerda quti yasash informatsiyasi yo'q ekan. Mayli bo'pti, mana bu yerdan sandig'imizni qo'yib ishlatib ketaveramizda iloj. Buni esa olib turamizda. Yaxshi, buni mana buning ichiga joylashtiramiz. Xo'p, baliqlarni
mana bunday qilib son mingta qilib qo'yib qo'yaman. Ortiqcha doskalar va ortiqcha mana bunaqangi baliq tutish uchun qarmoqlar. Xo'p, bu yerga bitta yorug'lik tizimi kerak bo'ladi. Xo'sh, izumrudlarni uyimda saqlayman. Xo'p, bo'ldi. Qarabsizlarki, juda ham ajoyib. Mana obunachilar sizlar bilan qisqa ishida Starjon bo'ldim. Videoga bitta like bosish va kanalimga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Agarda videoning keyingi qismi juda ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, iltimos kommentariyada keyingi qismini tezroq chiqaring deb yozib qoldiring. Barcha xayr, sog' omon bo'ling.